Biz navbatdagi mijozimiz Namanganda qurilish obyektidamiz, beton zavodimizni o'rnatib berish jarayonidamiz hozir. Sizlar bilan birgalikda jarayonni ko'rib chiqamiz. Biz boshladik. Orqamda turgan 1600 talik PLD, ya'ni 3 ta boksdan iborat. Har bitta boks 6 kubdan umumiy 18 kub hajmga ega. Lentalari 65 talik emas, endi 80 talik. Bu 60 kuba beton chiqarish uchun juda ham muhim hisoblanadi. Qolgan beton zavodlarga nisbatan reduktor motorlarni katta qo'yganimizning hisobiga lentalarimiz juda ham tez ishlaydi. Xo'p, 60 kubalik beton zavodimizni qisqacha komplektatsiyasi bilan tanishtirib o'taman. 1000 talik mishalka bilan jihozlangan. Mishalkaning reduktor motorlari 18,5 ga 1,5 ming talikka o'zgartirilgan, ya'ni kuchaytirilgan. Mishalkamiz har 3-4 minutda 1 kuba mahsulotni qovushtirib berish imkoniyatiga ega. Lentalarga keladigan bo'lsak, 22 ga 80 bo'ladi, endi 65 emas, 80 sm bo'ladi. 18 kubalik dozator, 100 tonnalik silos, butun SNG bo'ylab dastavka ustanovkalari bilan narxiga keladigan bo'lsak, 55 ming dollar qilib beramiz. Hammaga rahmat. Aziya Texnogrup bilan birga bo'ling.